Qadr baland qadrdonlari, mana navbatdagi Toshkentdan Moskvaga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz o'z passajirlarini kelishini kutmoqda va avtobusimiz mana peronga qo'yildi Moskva shahriga. Bundan tashqari har dushanba hamda juma kunlari to'g'ridan-to'g'ri Sankt-Peterburg shahriga ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Endilikda sizlar Metro Obodniy kanaligacha Premoy Uz Avtotrans hamda IP Kadirova rossiyskiy nomerdagi hamda O'zbekiston nomeridagi avtobuslarda manzilingizni qisqa qilamiz. Eng yaxshisi, eng sifatlilari sizlar uchun. Avtobusimizni qulayliklarga keladigan bo'lsak, avtobusimizda zaryadniy устройство bor, konditsionerlarimiz ishlaydi, pechkalarimiz ishlaydi, 3 tadan voditel bo'lib, har biri 6 soatdan 4 soat, 5 soat ichida almashib, sizlarni 3 sutkaga yetkazib olib bormasdan yana qaytib kelishga harakat qilamiz. Shunday komfortabelniy, zamonaviy avtobuslar sizlarning xizmatingizda. Qaysilar kimda kim deport bo'lib, tavakkal ketmoqchi bo'lsa, tavsiya qilaman, iloji boricha ism familiyani o'zgartirmasdan o'zingiz borib tavakkal qiling. Agar ism familiyani o'zgartirib boradigan bo'lsanglar, qamoq jazosi sizlarga qo'llanishi mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling, like, kommentariy.